Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Mana sezondan ertaroq yetib kelgan kombaynlarimiz bo'ladi. New Holland TC590. Toshkent tovarnigidamiz. Mana shinalari meni bo'yimdagi ekan. Hamma taniydigan Hamdam akamiz qarab ketyaptilar. Kombaynlarni jatkalarni tushirish jarayoni boshlandi. Boshrog'iga borsak, u yerda уже mamcha 3-4 ta kombaynni tushirib qo'ygan bo'lish kerak. Bug'doy to'kaydigani. Avvallari sariq bo'lardi menimcha. Hozir qorami? Mana o'sha balonlarni taqib qo'yilgan holati. R32 orqasi 460-70 R24 shinasi bitas. Shinalarni o'rnatibdi o'zi. K-servis bolalari shu yerda. Yaxshi. Shartnoma olmaganlar shartnoma olib, o'sha to'lovlarni qilishlaringiz mumkin. Xudo xolasa, menimcha mana shu aprel oy oxirida texnikalarni o'sha egalariga topshirishimiz ham mumkin bo'ladi. Yoki may boshida. Jatkalar ketyapti. Narxni tushirishyapti jatkalarni.